Ajriq qadimgi davolash vositasidir. Uning mijozi birinchi darajada quruq va sovuq. Ajriqning qaynatmasi toshlarni chiqaradi. Ajriqning siqib olingan suvini asal yoki sharob bilan qaynatilsa ko'zga dori bo'ladi. Rus xalq tabobatida ajriq sistit, kolit, gemoroylarda qo'llaniladi. Ozarbayjon xalq tabobatida bolalarni tinchlantiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Zamonaviy tibbiyotda ajriqning 1:5 nisbatidagi quyuq qaynatmasi yoki issiq damlamasi teridagi yiringli kasalliklarda qo'llaniladi. Ich qotganda mikroklizma qilinadi. Ajriq ekstraktidan tayyorlangan malhamlarni allergik dermatitni davolashda samarali qo'llaniladi. Ajriqning yumshatuvchi va balg'am ko'chiruvchi xususiyatlari ham aniqlangan. Tajribalarda ajriq o'tini iste'mol qilish oksalat toshlarining oldini olishi aniqlangan. Italyan olimlarining aniqlashicha, quritilgan ajriq o'tini kaliy sitrat bilan birga qabul qilish siydik toshlari paydo bo'lishining samarali profilaktikasi bo'la oladi. Ajriq ildizining qaynatmasi siydik qopi yarasida shifo bo'ladi. Rus xalq tabobatida ajriq ildizining qaynatmasi og'riq qoldiruvchi, qon tozalovchi, o'rab oluvchi, yengil surgi sifatida. Siydik qopi, buyrak, o'pka kasalliklarida, ter haydovchi, teri xususiyatlarini yaxshilovchi, organizmdan tuzlarni chiqaruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Ajriq ildizining sutdagi qaynatmasi o'pka silida, ko'krakdagi og'riqlarda, isitmalarda, revmatizmda, tanadagi og'riqlarda, sifilisda tavsiya etiladi. Ilmiy tibbiyotda ajriq ildizidan pilulalar tayyorlashda asos sifatida foydalaniladi. Metabolik artritlarni, osteoxondrozni, gemoroy, diatezlarni davolashda ishlatiladi.